İstiqlal Televiziyası tor betleri devamlıq tor hücumuğa uçurmaqda. Qadil görürmələrimiz əlbəttə yıllardan bu yan devam qılıbatqan Xitayninki haqiqatning avazını, xalqimizning avazını öçürüş üçün və cinayətlərini dünyada hər xil tillarda hazır 4 tilda Uygurca, İngilizce, Türkçe, Arapça 4 tilda tarqıtış e'lon qilayotgan har xil programma maqolalarni e'lon qilayotgan to'rbatlarimiz Xitoyninki badbashara inson qilibidan chiqqan bu jinoyatlarni har xil tillarda oshkorlab Xitoyning yuzini yerga uradigan bir haqiqatning ovozi bo'lganligi uchun yillardan buyon Xitoy qilmagan qiliqi qolmadi hamda ilgirki yillardan bilisizlar ta Xitoy tashqi ishlar ministrligininki Qaqshab İstiqlal Televiziyasi qilgan gaplari, bayonotları, to'rbatlarimizni taqib etishga Turkiyadagi mahkamalarga berib, taqib etishga urinishi va taqib etishi degandek va mushu har qaysi tillarda tarqitish qilayotgan bu to'rbatlarimizmi davomli holatda Xitoy tarafidan va Xitoyga sherik atrof Xitoyning atrofidagi davlatlardanmi naiti son sanoqsiz hujumga uchrayotganligi bizga to'r mulozimat ta'minlayotgan shirkatlar yani bu ishongisiz darajada buncha vala biz yillardan buyon nurg'un shirkatlarga, nurg'un insonlarga shularni mulozimat bilan ta'minlaymiz. Ammo sizlarningki to'r betinglar hujumga uchragandek hozirgacha biz bunday bir hujumni ko'rib boqmadik deydi. Har qatim shunday hujum bo'lgan vaqtida uning oldini olish uchun unga nurg'unlagan tadbirni oladi shirkat. Arlıqda taqılıb qaldı, həftə, 2 həftə degilək. Məsələn, hazır ən axır qatım hücumda 2 həftəni aşdı hazır. Bu yazma xəbərlər qoyulduğan, maqalələr qoyulduğan to'rbatlarimizning hech qaysi o'ngshab bo'g'ich yana tarafdan hücum bu davomli bo'layotganligini shirkat bizga shu shaklda bildiryotdi. Nihoyatda kuchli hujumning bo'layotganligini. Albatta buningga butun xalqimiz yillardan buyon buni bilyapsizlar. Təcavüzçülər bilan bo'layotgan bu ko'rishimiz axborot sohasidagi uzluksiz davom qilyapti. Bu davom qilayotgan mana shundaq haqiqatning ovozi bo'lgan istiqlolni hargiz bu albatta o'zimizni maqtaganligimiz yoki boshqa bir maqsad yo'q bu yerda. O'zinglar bilasizlar, bu axborotninki, medianinki kuchidan intayin bearam bo'lgan bu Xitoy tajovuzchilari bizning ovozimizni o'chirish uchun har xil to'solg'ularni chiqarib, hatto bizni mulozimat bilan ta'minlayotgan shirkatlarni zeriktirib, chunki o'ngshab nurg'un xizmatchi xodimlar uni o'ngshash uchun kunlarcha sarf qilishga vaqt ketayotganligi uchun mushunda oldimizga to'solg'ularni chiqaryapti. Albatta buni biz o'ngshashga eng tez fursatda yana qaytadan tarqatishni davomlashtirishga bütün kuchimiz bilan tirishimiz, bütün xalqimizning hozirgacha bizni moddiy ma'naviy jihatdan qo'llab kelayotgan xalqimizga rahmat etish bilan bundan keyin ham bu qo'llashinglarni davomlashtirishinglarni umid qilamiz, qadrli ko'ruvchilarimiz.